Navbatdagi bemorimiz uzoq joylardan bizga murojaat qilgan. Qulog'i surunkali oqish hisobida eshitish juda pasayib ketgan. Eshitish suyakchalari yo'q, erib ketgan. Inshaalloh shuni rekonstruksiya qilib, quloq pardalarini yamaymiz va eshitish suyakchalarini tiklaymiz, xudo xohlasa. Bemorimiz o'rta quloqni tozaladik. O'rta quloqda eshituv suyakchalari deyarli ishlamaydi, chunki timpanofibroz o'sib ketgan. Xudo xohlasa timpanofibroz tozaladik. Endi parda va protez qo'yish bosqichida biz. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Ko'rishingiz mumkin, bemorning protez qo'yish bosqichida biz. For protez. Inshaalloh bu protez qo'yganimizdan keyin bemorning eshitishlari ancha yaxshi bo'ladi va shovqinlari ham yo'qoladi inshaalloh.